Onasi eshikka qarab bor, kimdir keldi. Xo'p bo'ladi dadasi, hozir. Singlim, kecham tushib qoldi. Qachon uyga qaytasan? Aka, nima uysan aytayapsizmi? Qani o'tirchi bu yoqqa. Voy kuyov, Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Mana bularni olib qo'ying. O'zing aytmasang ham, ko'zlaring aytib turibdi. Sen menga ota-onamdan qolgan yolg'iz omonatimsan. Hamma narsani ochiqchasiga gaplashardik-ku. Akayzam Lazzaxonam ichkaridalar. Xo'p. Kiravering, eshik tagida turmang, kiravering. To'g'risini ayt. Kuyov xafa qildimi? Borgim kelmayapti shu uyga. Nega? Har kuni janjal, arzimagan narsadan rashk qiladilar. Mayda narsalarga ham e'tibor beradi. Nima, akangga ishonyapsanmi? Bor kimga aytsang ayt. Lekin ko'chada bunaqa kiyimda yurishingga yo'l qo'ymayman. Jo'nimni tegib ketdi, aka. Agar erkak ayolini yurakdan yaxshi ko'rsa, uni rashk qiladi. Rashk qilmagan erkaklarni bilasan-a? Nima deyishlarini? Yoki o'shanaqa hayot xohlayapsanmi? Singlim, men ham erkakman. Sen bu uyga mehmon bo'lib kelishing kerak. Boshqachasiga senga joy yo'q bu yerda. Tezda narsalaringni yig'ishtir. Ovqatdan keyin uyingga olib borib qo'yaman. Dadasi, ovqatga qaravering, iltimos, ish qilyapman. Xo'p. Erkakni jilovlashda yangangdan o'rganishing kerak. Obbo, eshityapsizmi dadasi? Hozir boryapman. Kuyov keldingizmi? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Uyga kirib turing, men ovqatga qaray. To'xtang aka. To'g'risi, sizni bunaqa deb o'ylamagandim. Har qaysi akani ham qo'lidan kelmaydi. Ham ota, ham ona o'rnida maslahat berish. Rahmat sizga aka, tushunganingiz uchun. Nega unaqa deysiz? Erkakda erkak tushunadi. Siz kirib turing, men ovqatga qaray, hozir kelaman. Xo'p, men onasi. Dadasi, Kelyapman-ku. chaqirgan tezda kelmaysizmi? Bekorga chaqirmadim-ku dadasi. Kim bir ayolni eri bilan orasini buzadigan bo'lsa, u meni ummatim emas degan.